Assalomu alaykum. Siz Hikoyachi bobo kanalidasiz. Vafot etganlarning qabrini ziyorat qilganingizda ular nimani his etishadi? Deyarli har bir inson doimiy ravishda eng yaqin insonlarni yo'qotadi. Ularning qiyomat kunida taroziga tortilishi mumkin bo'lgan yaxshi amallarni bajara olmay turib to'satdan bu dunyoni tark etishadi. Rahmdir Alloh hatto yaqinlarimiz vafot etgandan keyin ham yaqinlarimiz uchun yaxshi amallar qilishimiz uchun bergan. Abu Hurayra anhudan yetkazadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: inson vafot etgach, uchta amaldan tashqari uning barcha ishlari to'xtatiladi va bu amallar uchun beriladigan mukofot hatto u o'lgandan keyin ham to'xtamaydi. Bular doimiy ravishda qilish, odamlarga foyda keltiradigan bilimlar berish, ota-onasi uchun duoda bo'lgan farzandlar. Hadisni Imom Muslim, Imom Davud, Imom yetkazdilar. Vafotidan so'ng yaqinlarimizga yordam berishning 5 usuli. Birinchisi duo. Vafot etgan insonning farzandlarining duosi keltiradi. Uning gunohlari ham afv etilishi mumkin. Biz ularga o'zimizning yaxshi amallarimiz uchun oladigan tortiqlarimizni ham berishimiz mumkin. Ikkinchisi, Qur'oni Karimni mutolaa qilish. Uning uyda, masjidda yoki buning uchun qulay bo'lgan boshqa joylarda ham o'qish mumkin. Lekin yaqinimizning qabri ustida o'qishlik maqsadga muvofiq. Uchinchisi, qarindosh va yaqinlarning qabrlarini ziyorat qilib turish. Asosan ota-onalarning. Bu juda ham muhim sunnat hisoblanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan yetkazishlaricha, o'lgan odam uchun eng tasalli beruvchi vaqt bu hayotligida yaxshi ko'rgan insonlarining ziyorat qilgan vaqtidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar: kimki o'z ota-onasining yoki yaqinining qabrini juma kuni ziyorat qilsin surasini o'qisa, Alloh taolo suradagi harflar qancha bo'lsa, shunchalik gunohini kechadi. Imom An-Navaviy bu haqida shunday deydilar: Imom Shofiyning fikrlari ko'pchilikka ma'lumki, Qur'oni Karim mutolaasi uchun berilgan mukofot o'lgan insonga olmaydi. Lekin Shofiy ilohiyshinoslari buni imkoni bor deb hisoblashgan. Agarda biror inson Qur'on tilovat qilayotgan bo'lsa, uning so'ngida shunday desin: ey egam, mening o'qiganlarimning savobini ularga yetkaz, deya yaqin insonning ismi sharif aytiladi. Ibn Hojar al-Haytami bu haqida shunday yozganlar: Qur'on tilovatidan o'lganlar uchun mukofot olish asli maqsad emas. Aniq maqsad duoda. Allohning rahmi kelib xuddi shunday mukofotni duo qilinayotgan insonga yetkazishadadir. To'rtinchi, o'lgan insonning qarzlarini to'lash. Agarda vafot etgan insonning o'qilmagan namozlari yoki tutilmagan ro'zalari qolgan bo'lsa, ularni ado etib mukofotini o'sha insonga berish. Buning uchun uni gunohlarishi yoki oxiratdagi ahvoli yaxshilanishi mumkin. Ibn Abbos roziyallohu anhudan yetkazadilar. Ular shunday dedi: bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yonlariga bir inson keladi va shunday deydi: ey Allohning elchisi, mening onang bir oy davomida ro'za tutishi kerak edi, ammo u vafot etdi. Uning uchun shu ro'zani tutishim kerakmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: ha, va yana davom etdilar: Allohga bo'lish qaytarilish kerak. Imom Buxoriy 1852, Emin 148. Beshinchisi, sadaqa. Sadaqa Allohning qahrini so'ndiradi. Agar biz vafot etganlar uchun sadaqa qilsak, ularning ahvolini yaxshilashimizga umid bor. Mo'minlarning onasi Oysha roziyallohu anha yetkazadilar: bir inson payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yonlariga kelib shunday deydi: ey Allohning elchisi, mening onam vasiyat qilmay turib to'satdan vafot etdi. Men o'ylaymanki, agar u o'limi oldidan biz bilan suhbatlashishga fursati bo'lganda, albatta sadaqa tarqatishni buyurgan bo'lar edi. Agarda men onamning o'rinlariga sadaqa tarqatsam, onam mukofotlanadilarmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ha deb javob berdilar. Shu joyga videomizga bir dona like va podpiska qo'ng'iroqchasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. To'g'risini aytsam, men o'zim birinchi guruh nogironiman. Imkoniyatim cheklangan. To'g'risi, aravachada o'tiraman. Mana nogironlar aravachasida o'tirib harakatlanaman va bir nechta kanallarim qandaydir sabablarga bo'la quflanib ketdi.
Shuning uchun qo'llab-quvvatlab turib, kanalimizga layk bosib va do'stlaringizga yuborib qo'yasizlar degan umiddaman. Yana hikoyani davom ettiramiz. Ibn Hibon 3353. Sadaqai joriya bu boshqa odamlarga foyda keltiruvchi doimiy sadaqadir. Sadaqai joriya odamlarga foydasi tegib turgan vaqt mobaynida vafot etgan insonlar uning uchun mukofotlanadilar. Siz uchun sadaqai joriya bo'lishi mumkin bo'lgan bir nechta oddiy amallarni keltirib o'tamiz. Birinchi, daraxt. Har safar shu daraxtning mevasini kimdir terib olganda yoki uni soyasidan bahramand bo'lganda siz Allohdan mukofot olib turasiz. Ikkinchi, o'z kuchingiz yoki mablag'laringiz yordamida masjid yoki bolalar uyi qurilishida xizmat qilishingiz. Uchinchisi, talabalarning o'qishi uchun pullarni to'lab berish yoki ularga bepul ta'lim berish. To'rtinchi, biror kimsaga duo yoki bir nechta oyat o'rgatish. Beshinchi, qaramog'ingizga biror yetimni olishingiz mumkin. Yetimxonalardagi bolalar uchun mablag' ajratishingiz yoki ularni o'z oilangizga qabul qilishingiz mumkin. Oltinchi, biror joyga suv ichishi uchun moslama o'rnatishingiz yoki quduq qazishda yordam berishingiz mumkin. Har safar u yerda kimdir suv ichganida siz mukofotlanasiz. Yettinchi, biror kasalxona uchun alohida aravacha, biror kerakli qurilma ehson qiling yoki muhtojlar, kambag'allar uchun kasalxona qurilishida yordam bering. Bularning barini bajarish qiyin emas. Biroq bu yaxshi amallar uchun beriladigan mukofot doimiy bo'ladi. Sizni sa'y-harakatlaringiz natijasi bilan odamlar foydalanar ekan, siz bundan mukofot olasiz. Har bir vafot etgan yaqinining ahvolini yengillashtirmoqchi bo'lsa, inson qabrini ziyorat etishi, Qur'on tilovathi va uning uchun doimo duoda bo'lishi lozim. Uning qarzlarini imkoni yetgancha sadaqa tarqatishi kerak. Qilgan yaxshi ishlari uchun mukofotni yetkazishi lozim. Alloh taolo marhum yaqinlarimizning ahvolini yengillash. Amin. Hurmatli tomoshabin, agarda sizda ushbu video ma'qul kelgan bo'lsa, layk bosib o'z fikrlaringizni izohlarga qoldirishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr.